Uzun PHP dersi 13. qism PHP'deki get. Dollar belgisi asıllık get özgərlikçi muxtarı asaslı sonliq uçur jadvali forumninki mənsub qiyməti getdən kelgan uçurlarni toplaşqa işletildi. O bir sonlar qrupsi bo'lib, mazmuni HTTP get usul orqali yo'llangan o'zgartirish muxtar nomi va qiymatidan iborat. U orqali yo'llangan uçurlar tor ko'rgishning adres qismida aniq ko'rindi. Shunga bexatarlik talab qilgan parol qatorliq uçurlarni u orqali yo'llash bo'lmaydi. Uningda yo'llangan uçurlar bek cho'ng bo'lib ketmasi kerak. Odatda 100 harfdan ishib ketmaslik deb talab qilingan. Anki miyada bu request o'zgartirish muxtori, ama shu get o'zgartirish muxtor, post va cookie qatorliqlarningki uchinchisniki mazmunni ko'rsatishga ishlasak bo'ldi. Ustida get qarta amaliy misol ko'rib bilsak, masalan form ninki ishki qismida ishki dona kirgizishni belgilab, buninki usulni yetab miyada olgandan keyin biz buningga bir qiymatni yuklasak, masalan name degan qismiga Peter, anki yosh degan qismiga 37 degan ishki qiymatni yuklasak, undaqda tor ko'rgichdagi ustungi qismidagi adresi welcome yo'llangandan keyin holat ko'rindi. Masalan, bu miyaga Peter, miyada 37. Adres qarsak hozir get htm. Buni men yo'llagandan keyin miyadagi welcome degan qismning keyini qarsak, name qiymati buniki Peter, age degan qiymati 37. Astida ko'ringan qism masalda mush qiymatni ko'rsatdi. Biz yana üst qismidagi bevosita get qiymatini o'zgartirish orqali miyadagi qiymatni o'zgartirish ilib bora olamiz. Buning qiymatini ko'rsatish kodi holatda bo'ladi. Echo orqali ko'rsatish. Aniki request buyrug'ini bayam deb o'tdik. Request buyruq ishlatish orqali yanada o'xshash unumga erisha olamiz.